8-fevral o'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatayotgan Chorva Toshkent kanalimiz a'zolari, o'rtoqlar, bugun haftaning yakshanba kuni menimcha qatdan syomka chiqarayotganimizni bilib bo'ldinglar. O'sha mashhur mollarni zo'rlardan chiqarib olayotgan To'lagan do'stimizning xonadonidan bugun 3 bosh sifatli mollarni savdoga qo'yiladi. Narxi sifati ma'qul kelib qolsa, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar o'rtoqlar. Hop, hozir chiroyli qilib obzorlarni chiqarib, bo'ylarini primerni aytib o'tilinadi. Telefon qo'rasizlar. O'rtoqlar, ovozim ozgina bo'g'ilgan, shu juda ham unaqa zo'r eshitilmasligi mumkin. Sizga sal shamollagan hisobiga do'stim, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalay ishlar? Charchamayapsan. Kartinkalardan olib kelib qo'yibsan-ku? Zo'rlaridan keldi. Qani? Yilini ham shunga yarasha ham ish qilib? Ha, yilni ham. Qani? Zo'r, Dilmurod. Sigir qiladigan. Qani? Voy, jonivor mana. Mana o'rtoqlar. Sal yurg'iz yana. Sal yana. Qani? Ana. Mana o'rtoqlar. Xo'p, bunisi. Rossiyskini dodasidan boqaman deganlarga. To'xta. Bo'l, jaqinama. Ha, kindilarni qaranglar. Mana. Xo'p, qani mana shu gibridni ichi. To'qolmi, shoxi bormi? Kichkina shoxlari bor. Ma'lumotini aytib o'tib ketur. Buni oyini bilasanmi, bilmaysanmi? 7 oylik zavod ekan. Bolalarni ham ko'rganmiz buni. Ha, onasini o'zini ham ko'rgansan-a? Onasini ham ko'rdik. Rossiyskiy sigirga urug' qo'yilgan ekan. Rossiyskiy sigirga Rossiyskiy sigir onasi, ola-qora. o'shanga urug' qo'yilgan gibrid variantidan. Hibrid variantida. Yetaylar. Qani? Tushgan ekan bu Dilmurod, muqama. Aha, yurg'iz. Egalari ichdi. Yurg'iz. Onasini ham ko'rdik. Aha. Bes tormoz ekan-ku. Bo'ldi, to'xta, qimirlatma. Qani? Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Qani? 7 oylik gibrid xunajinimiz. Xo'p. 7 ishtilarni ko'rdingmi do'stim, qanaqa ekan? Avtomat ekan o'zi. Muammo yo'q-a? Ay, muammo yo'q, umuman muammo yo'q. O'rtoqlar, qaranglar. Mana bu korpus bu. Molli badani bir 70% holatda, o'rta holatda. Mol juda unaqa semiz bo'la emas, lekin orqasi korpusi zo'r mana. Ahamiyat beringlar. Semiz bo'lib turib, orqasi ingichka emasda, molli badani ozg'inroq, lekin korpusli mol. Bu ani yegan sari o'sib o'zgaradigan narsa. Faqat yedirib ichirish kerak mana. Orqa bo'ksalarni qaranglar. Keng. Gilayni esa yeb tursa bo'ldi. Yaxshi yeyaptimi? Ha, yeb ichish. Oyog'ini sal noto'g'ri qo'yapti. Yurg'iz, ta cho'loq ekanini o'ylab qolishmasin. Bo'sh qo'yamiz. Bo'ldi. Qimirlatma. Aha. Sal orqaroq qil. Bo'ldi. Xo'p, bo'ylarini necha qo'yamiz do'stim buni? O'lchamadingmi? Oldi 1.18 chiqdi. 1.18, Orqasi 1.20 chiqdi. orqasi 1.20. O'zim o'lchab ana qildim. Xohlasa yana o'lchab ham tashlab beraman. Gapi, bu yoq tomondan bitta ko'rsatinglar qani. Mana. Mana jonivor. Necha pul do'stim bu? 18.5 nima kami bor? 18.5 Kami bor. kami bor-a? Assalomu alaykum. Oqsil-poqsillardan bexotira, xudo xolisa. Tumshularga ahamiyat berasizlar. Oyoqlari ham 18.5 million kam bor. Bo'ldi. Boyla do'stim, ketdi. Hop, o'rtoqlar, men g'unajinni ko'rsatishdan oldin sizlarga bitta tishlarini ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Buzoq hali. Mana buzoq. Aha. O'rtoqlar, bu g'unajin ana bir joyda turganning hisobiga tuyoqlari o'sib qolgan ekan. Polda turganmi deyman-a To'lagan? Turgan ekan. Bu mahallaning moli. Aha. Mahallada odam ferma qilgan edilar. Ha. Tanishdan olganmiz. Yurg'izur. Yur jonivor. Bo'ldi. Shunday o'sha
Hoppa. Ketib qolsin. Hop. Bo'ylarini necha qo'ysak bo'lar ekan buni endi? Buru necha chiqdi? Oldi 1.25. Oldi 1.25, orqasi 1.30. 1.30. Kallasini bu yoqqa qaratamiz. O'rtoqlar, molni kelib ko'zinglar bilan bitta ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Mol o'zi bu hali sotuvga tayyor mol emas. Agar mana shu Toshkent atrofida ko'rib oladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, shu tuyog'ini kesib beradigan bolalar bor. Men tuyog'ini 200 ming so'mga chiroyli qilib, abreska qilma qilib naboda endi. O'zimiz qildirib olamiz sizlar. Shu o'tib berasanmi mana tuyoq nimalarni? Tuyoqlariga boshqa. Ham tuyoqlari ozgina o'sib qolgan ekan bir joyda turgani hisobiga. Lekin bu o'rtoqlar buzoq narsa hali. Va tishlarini ochib ko'rsatdik. Mana ostlarini qaranglar. Mana. Haqiqiy shu sigir bo'ladigan narsa. Yurg'iz. Bu yoqqa. Evet canım. Yürü ağa. Sal yurg'iz ozgina. Bo'l. Mana. Molli kindilarga ahamiyat berasizlar. Kallalar. Kallasini sal bemalol qo'y. Haqiqiy sigir bo'ladigan narsa ekanligi. Nech pul do'stim bu? 20 million. Kami bor. Oldi tomoni necha chiqdi deding? 1.25. 1.25 ga orqasi 1.30. Mana. 20 million so'm. Kami bor xudo xolasa. Hop, endi narigi 3-chi qoldi. Bo'ldi, hozir unisini ham ko'rsatamiz. Hop, o'rtoqlar, mana bularni ko'rsatdik. Endi 3-chi variantga bunisi. Qani? Yurg'iz do'stim. Bunisi sal местный, sal jaydorroq variantidan o'rtoqlar. Mana bular misolchi rossiyskiy bo'lsa, bunisi shu o'zimizning местный sigirlar turgan variantlar. Lekin molli cho'ziqligini ko'rasizlar, hozir tikkaligini qaranglar molni. Mana. Jonivor. Ozgina pardoz andozsiz holatda faqat. Ha, uyda turibdi bu. Ha, mashina ehtiyot bo'lamiz. Qani? Hop. Buni bo'yi necha qo'yamiz endi? Bu ham 1.18 ga orqa 1.20 chiqdi. 1.20? Ana oq bilan bir xil. Bu necha pul? Bu 17.5 kami bor. 17.5 million? Kami bor. Mana. Yeb ichlari zo'r. Yeb ichlari zo'r. 1.5 oydan beri uyda turibdi mashina. Menga ja zotli bir narsa shart emas. Mana shu o'zimizni ola qora parodalardan olamiz deganlarga mana shu varianti ham bor. 17 million 500 ming so'm. Jaydari deganda bu ani tog'larda, podada yuradigan mol emas, o'zimizni ola qora parodalardan. Endi Buni qaradir biroz. turish qaranglar. Mana. 17 million 500 ming so'm kami bor. Telefon aloqa qilib ko'rasizlar, men mollarni ham ko'rsatib o'tdik. Lekin kachistasiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana bularni qaranglar. Mana qaranglar. Zo'r. Hop, bular 18,5 million so'm, bunisi 20 million kami bor. Men buni srochniy tavsiya qilaman. Bir yil boqib qochirib o'zim sigir qilib olaman deganlarga zo'r variant. Mana 18,5 million o'rtoqlar.